Birlashgan Arab Amirliklari ustozi Qosim Alvariyo ishqibozlarga xuddi urushga ketayotgandek murojaat bilan yuzlandi. Mamlakatimiz uchun juda muhim kun yaqinlashmoqda. Keling, terma jamoamiz bilan birga bo'lamiz va futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Nasib qilsa, biz ushbu muhim o'yinda g'alaba qozonamiz, deya post qoldirdi. Xabaringiz bor, 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston terma jamoalari Jahon chempionati yo'llanmasi uchun maydonga tushadi. Ushbu bahsda O'zbekiston termasi Birlashgan Arab Amirliklarini mag'lub eta olsa, bizning uzoq yillik armonimiz amalga oshadi va Jahon chempionatiga ilk bor yo'llanma olamiz. Agar O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatiga chiqsa, Birlashgan Arab Amirliklari Jahon chempionati yo'llanmasidan quruq qoladi. Shu sababli ham Birlashgan Arab Amirliklarida o'zlarini har kuyga solishmoqda. Bir-biridan jozibali, hajmi ham katta bo'lgan bir qancha stadionlari bo'lsa-da, ular O'zbekiston bilan bo'ladigan o'yinga atiga 14 minglik muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladigan kichkinagina maydonni tanlashdi. O'zbekistonlik muxlislarga ajratilgan chiptalarni ham bir nimalardir qilib yo'q qilib yuborishmoqda. O'z muxlislarini esa turli xil marketinglar bilan stadionlarga chorlashmoqda. Hammasidan xavotirlisi shuki, hakamni ham sotib olishmasa bo'lgani degan xayollar ham bor muxlislarimiz orasida. Ammo terma jamoamiz hakamiga ham qo'shib Birlashgan Arab Amirliklarini mag'lub etib kelishadi nasib qilsa. Ushbu uchrashuvni esa ekran ortida bo'lsa-da tomosha qiling va terma jamoamizni qo'llab-quvvatlab turing. Ma'lumot uchun ushbu bellashuv, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari bahsi 5-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi.